Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana yangi video chiqarishga qaror qildik. Anchadan beri video chiqarmadik. Chunki bugun bozor o'ta zo'r bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir tonnelga kirib olamiz. Bu bozorga mana narxlar o'ta o'sib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Men aytgandim, mana NFT'larni sotib olinglar deb. Mana ko'p narsa o'sgan bugun. Bu soatlar narxi o'ta o'sib ketdi bugun. Chunki ko'p odam уже sotib olib buni narxini ko'tarib yubordi. Qancha ko'p odam sotib olsa, o'shancha narx ko'tariladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana kimni moli ekanini har sekundda olinadi bu yerda. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu auksionda olingan. Hozir ko'ramiz auksiondan olib qanday qilib marketda sotish mumkin. Mana bu yerda ko'ramiz. Minimum narx bu yerda qo'yish mumkin bo'lgan 2 tondan qo'ysangiz bo'ladi. 2 tondan boshlab stavka boshlanadi. 2 tondan pastini qo'ya olmaysiz. Shuning uchun bu yerdan 2 tonga arzonga olish ham mumkin sovg'alarni. Shuning uchun hozir ko'ramiz. Masalan, mana bu 2 tonga turibdi. Buni stavka qilamiz. Agar 10 minut bizni urishmasa, vaqt tugagandan keyin bizga o'tadi bu. Buni narxini biz ko'tarib sotuvga qo'yishimiz mumkin yoki qayta auksionga qo'yishimiz mumkin. Hozir menda mana bu turibdi. Bu hozir sotuvga qo'yib ko'ramiz. Floro 1495 ekanmiz. Q 1ga qo'yib ko'ramiz. Hozir qo'yildi. Mana bu yerda listed deb chiqib qoladi. 2.31 10% komissiyasi bor. Buni auksiondan olganingizda ham shunaqa 10% mana. Bu yerda galereyada orderlar mana. Buy order mash narxga chiqqanda sotib oladi avtomatik. Activityga kirsak mana. Bu bajargan ishlarim. Mana bu hozir bu 10 tondan turibdi. Men o'sha payt buni 2 tonga sotib olganman. Mana bularni 275, buni 1 tonga sotib olganman. Bu hozirda 3 ton shunaqa turibdi. Bu ham 3 ton. Shular atrofida, bular 2 ton. Bularni erta sotib olganman. Buni kecha bundan foyda qildim 1 ton. 2-3 tonga auksionda sotib oldim. 3-4 tonga sotdim. Mana vaqtini ko'rishingiz mumkin. 15 minutda 1 ton foydaga chiqdim. Undan keyin mana nomerga qarab bosinglar ham bo'ladi, lekin nomerga ahamiyat berishinglarni tavsiya qilaman. Mana 222 ga buni sotdim yana yaqinda. Bu nimaga ahamiyat berib olishimiz kerak foydaga chiqish uchun? Buni sovg'aning turiga qarab, masalan, foni bilan sovg'aning rangi bir xil bo'lsa, mana qora bo'lsa, qimmatga sotishingiz mumkin, tezda olishadi. Keyin mana tezroq sotish uchun mana qora fon bo'lishi kerak. Onyx Black degan fon bor, qora fonni kecha oqirog'i. O'shani sotib olsanglar bo'ladi. Hozirda men sotib olishni tavsiya qiladigan hozir nima bor? Hozirda men yangi yilga yaqin shunaqa yangi yil sovg'alarini sotib olsanglar ham yaxshi. Chunki yangi yilga yaqin bular ham ko'tariladi. Mana bu bor, mana sotib olishni tavsiya qilaman. Ko'pincha Telegramga bog'liq bo'lgan turlarni sotib olsanglar bo'ladi. PP keyin masalan mana biz ko'ramiz, misolda tuxumni ko'rsak, mana mana boiled PP degani bu tuxumni narxi o'zini narxi 2 ton 3 ton turadi o'rtacha narx. Bu PP'ligi 25 ton turibdi. Telegramga bog'liq bo'lsa ham shunday narxlarda bo'ladi. Hozir ko'ramiz yana mana. Mana buni ham Telegramga bog'liqligini ko'ramiz hozir. Bitcoin bo'lsa ham qimmat bo'lishi mumkin.
Chunki kriptovalyutaga bog'liq bu. Har bir narsaga bog'lab ko'rish kerak bo'lardi. Mana Telegramniki 18 so'mdan turibdi. Hozir men tavsiya qiladigan yangi sovg'alar sotib olish kerak. Sizlarga ham har kunda chiqyapti yangi sovg'alar. Hozirda mana qaysi birlari o'sdi kepkalar mana masalan. Kecha 500 so'mdan turgan narsalar bugun 800 so'mga chiqib ketdi narxi. Mana yana nima bor? Uzuklar masalan 12 so'mdan turadi. Mana bu rozalar 15 so'mdan turgandi. Bu ham 100 so'mdan turgan. 2x foydaga chiqishlar mumkin bo'lardi. Mana bular ham 50 so'mdan turadi. Hammasi 2x ko'tarilgan. Yana nimani aytishimiz mumkin? PP'lar. PP endi narxi o'ta baland. Bozordagi hamma sovg'aning narxi o'sgan. Keskin o'sib ketgan bugunning o'zida. Mana endi bu sovg'alarni ko'rsak portal ham bor. Buni Telegramda Durovni o'zini o'rtog'i chiqardi yaqinda. Bunga mana men bu yerda hali savdo qilmadim. Yangi sezon keldi. Bu yerda komissiyalar 0% edi, endi tugadi. 2,5% ham bo'ldi komissiyalar mana. Bu yerda tavsiya qilaman, bu yerda ham ancha yaxshi narxlarda sotib olishingiz mumkin, ancha qulay. Keyin bu yerga sovg'a olib kirishingiz bekorga bo'ladi. Sizga 0,2 ton berishadi mana. Shu bilan birga mana market degan bo'ton bor, hozir ko'ramiz uni. Market. Bu ham yaxshi. Bundan ham sotib olsanglar, bunda mana rozыгрышlar o'tkaziladi bekorga, mana qatnashinglar mumkin. Mana men ham bu yerda o'tkazganman. Mana pullilari ham bor. Podarkalar mana события. Bu yerda ham bir xil mana hamma yoqda soat bo'lib ketdi, chunki shu soatlarni keskin sotib olishni boshlashdi hamma. Mana tavsiya qiladiganim mana hozir ko'ramiz. Bu yerda sovg'alarni kimga tegishli ekanligini bilishingiz mumkin. Mana Twitteris. Mana kimga nima tegishli, nechta NFT borligini ko'rishingiz mumkin bu yerda. Bu yerga har bir qiziqmay turaveradi. Yana bitta market bu Kifton market. Bu juda uncha mashhur emas, lekin yaxshigina. Sotishingiz mumkin. Auksion mavjud. Hozirda split degan ham bor. U split degan olganingizcha start sotib olishingiz mumkin verifikatsiyasiz. Fragmentga verifikatsiya kerak, shuning uchun biz ham xohlasanglar bizga yozsanglar start sotib olib beramiz. Sovg'alar, har xil NFT'lar. Agar olamaganlar bo'lsa yordam beramiz. Premium shunday. Hozir Telegramda kommentariya tagida qoldiraman. Xohlasanglar o'tib bafurcha cho'ng'asanglar bo'ladi. Yangiliklar bo'ladi. Rozыгрышlar bo'ladi, o'yinlar. Shunday savollar bo'lsa qoldirishinglar mumkin. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha.